Assalomu alaykum obunachilar. Sizlar bilan 30 kunlik challenge'imizning 23-kuni. Bugun sizlar bilan maximal rectangle degan masala yechamiz. Bu masalani shartini o'qib, masala yechishni boshlaymiz. Xo'p do'stlar, masalani o'qib oldik. Buni qisqacha tushuntiradigan bo'lsam, har bir qatorni histogramning asosi deb olamiz. Higgs ustunida ketma-ket olgan birlarning sonini saqlaydi. Agar 0 bo'lsa, balandlik 0 ga tushadi. Shu tarzda matritsada qatordan qatorga o'tib, har safar hosil bo'lgan histogram ichiga eng katta to'rtburchakni stek asosidagi klassik algoritm bilan topamiz va maksimal saqlab boramiz. Xo'p do'stlar, masala yechishni boshlaymiz. If not matrix or not matrix null return null. Bu masalani qiyinlik darajasi hard, eng qiyin masalalardan biri. Matrix height null plus 1 uchun sential oxirida 0. Plus 1 uchun sential oxirida 0. Max area 0. For row in matrix for n range calls Higgs E plus 1 if row E bar else no. Largest rectangle in histogram algoritmi stek yordamida. Stick for a range val stack minus bar teng minus 1ga teng emas and Higgs E shuni kopировать qilib olaylik.
Higest stack each highest stack of W A minus stack minus per max area max area each W stack append E return max area. Xo'p, do'stlar, masalamizni yechib bo'ldik. Endi masalani tekshirib ko'ramiz. A few moments later, 2000 years later, one eternity later. Do'stlar, bizda xatolik chiqdi. Buni xatolik sababi calls bo'lish kerak edi. Biz close deb yozib qo'ygan ekanmiz. Va yana qayta tekshirib ko'ramiz. Xo'sh. Name error deyapti. Xo'p, bu yerda bizda nima xato? Highest. Bizda xato bu nom xato deyapti, chunki bizda bu yerda high noto'g'ri yozilgan, s bo'lish kerak va bu yerda ko'paytirilgan calls plus 1 bo'lish kerak. Va biz qayta kodimizni tekshirib ko'ramiz. Va bizda masalamiz yechildi. Ko'rib turishingiz mumkin. Videoga like bosib, obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Siz ham bizning challengeimizga qo'shiling.